Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ulotrix mavzusiga doir masala ishlashni o'rganamiz. Demak, Ulotrixda qanday ko'payish turlari mavjud? Avval shu haqida gaplashib o'tamiz. Ulotrixda ikki xil usulda ko'payish turi mavjud. Birinchisi bular jinsiz ko'payish. Ikkinchisi esa jinsiy ko'payish. Mana shu ikkita ko'payish turi mavjud. Jinsiz va jinsiy ko'payish. Avval biz jinsiz ko'payish usuli haqida gaplashib o'tamiz. Demak, jinsiz ko'payish usuli bu zoosporalar orqali ko'payish hisoblanadi. Zoospora. Bunda Ulotrixda qanday jarayon sodir bo'ladi? Bitta Ulotrix hujayrasi mitoz usuli asosida bo'linib, 4 yoki 8 ta hujayra hosil qiladi. Va ana shu hujayralar keyinchalik xivchinlar hosil qiladi va bu xivchinlarni biz zoosporalar deb ataymiz. Zoospora. Buning sababi ular harakatlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Va har bir zoospora biror bir substratga yopishib, u ko'ndalangiga bo'linadi. Ko'ndalangiga bo'linish natijasida uning pastki qismidan rizoid, yuqori qismidan Ulotrixning vegetativ tanasi hosil bo'ladi. Demak, Ulotrixning jinsiz ko'payishi haqida qisqacha xulosa qilamiz. Bu jarayonda Ulotrixda bitta zoospora, bitta ip, ya'ni bizda masalalarda kerak bo'ladigan narsa zoospora va ip o'zaro nisbati. Bitta zoosporadan bitta ip. Shu joyda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Ba'zi bir masalalarimizda Ulotrix jinsiz ko'payishda xivchinlar soni ham ishtirok etadi. Xivchinlar bu jarayonda zoosporada 4 xivchinli, 2 xivchinli hujayralar deyilsa, bu jinsiy ko'payishda, ya'ni izogametalar nazarda tutiladi. Endi Ulotrixning jinsiy ko'payishi qanday amalga oshadi? Jinsiy ko'payishi jinsiz ko'payishga nisbatan biroz boshqacharoq. Bu boshqachaligi, ya'ni farqli xususiyati nimada? Jinsiz ko'payish qulay sharoitda amalga oshsa, jinsiy ko'payish noqulay sharoitda amalga oshadi. Va bu jarayonda Ulotrixning vegetativ tanasidagi hujayra gametalar hosil qiladi. Gametalar, ya'ni erkaklik va urg'ochilik gametalarni hosil qiladi. Bu gametalar, hosil bo'lgan gametalar bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun ularni izogametalar deb ataladi. Mana e'tibor beramiz, bir-biriga o'xshash hujayralar. Izogametalar deyiladi. Ya'ni bir-biridan farqlanmaydi erkaklik va urg'ochilik gametasi. Mana shu gametalar o'zaro qo'shilib zigota hosil qiladi. Zigota. Va mana shu zigota ko'ndalangiga 4 qismga bo'linadi. Ya'ni 4 ga bo'linadi.